Sotuvchi va farmatsevtlarga oylikdan tashqari bonus, ya'ni yana qo'shimcha motivatsiya qilinish maqsadida yana bitta funksiya bor. Управление personal, ya'ni sotuvchilaringizga oylikdan tashqari yana qaysidir dorilarni sotganiga, har bitta pochkasini sotganlariga qo'shimcha tarzda bonus bersa bo'ladi. Motivatsiya сотрудников управления personal funksiyasi yordamida ushbu ishni amalga oshirish mumkin. F-apteka dasturiga kirgandan so'ng ekranning o'rta qismida управление personal bo'limiga kiramiz va motivatsiya сотрудников knopkasini bosamiz. Bu yerda hech qanaqa bonusning aksiyasi yo'q. Ekranning chap tomon tepa burchagida plus knopkasini bosamiz va aksiya nomini yozamiz. Aksiyalar har xil maqsadda qo'yilishi mumkin. Birinchisi, yaqinlashib qolgan srokli dorilarni agar ularga o'sha pochkasiga bonus qilib beradigan bo'lsangiz, ularni tezroq sotib olish farmatsevt sotuvchiga ham qiziq bo'ladi. Ikkinchi bonus esa qaysidir firma siz bilan keladi, ma'lum bir dori vositalarini yoki dori bo'lmagan mahsulotlarning продажасini ko'tarish maqsadida farmatsevtlarga bonus qilib berishadi va shu orqali o'zligini savdo hajmini ko'tarishga harakat qilishadi. Shuning uchun aksiya nomini yozish muhim hisoblanadi. Masalan, keyingi oydagi srokli dorilarni yo'qotish maqsadida biz yangi aksiya qo'shishimiz mumkin. Hozirda yanvar oyi bo'ladigan bo'lsa, demak biz fevral sroklarni sotishimiz mumkin. Fevral srok aksiyasi ochiladi. Data начала qachondan boshlanadi? Yanvar oyi boshidan data конец qachongacha davom etadi? 31-yanvargacha. Data началаning oldida ko'rishingiz mumkinki, test sveta degan joyi bor. Kitobchasini bosib, ushbu aksiyalar qaysi rangda belgilanishini o'zingiz tanlab qo'yishingiz bo'ladi. Masalan, fioletoviy tanlaymiz, OK bosamiz. Va fevral sroki fioletoviy rangda ko'rsatishni boshlaydi. Filiali bo'limidan kitobchasini bosamiz, всени tanlaymiz, saqlanib qilamiz. Tepada aksiya qo'shildi, fevral srok boshlanishi yanvardan 31-yanvargacha, ya'ni yanvar oyida fevral sroklarni sotish mumkin. Pastiga oynaga tushamiz, mishkan o'ng tarafini bosamiz, новый deb tanlaymiz. Fevral sroki aksiyasiga doir naименование yozig'i qarshisida kitobcha bor, bosamiz. Qaysi dorilarni aksiyada ishtirok etishini tanlaymiz. F-kassadan srokli dorilarni bilib olamiz. Qaysi dori fevralda srokka keladi. Masalan, Brufen dori vositasini sroki fevralda tugaydi. Spiskadan Brufen deb yozamiz. Brufen sachet 600 nomerim 30. Enter knopkasini bosamiz. Srok godность. Srok godность qanaqa o'lchayman desangiz, do o'lchaysiz. Ya'ni shu sanagacha bo'lgan dorilar deb o'lchaymiz. Masalan, buniki 01.02.2026-yilgacha bo'lgan Brufen sachetlarga aksiya chiqaramiz, ya'ni bonus. Protsentni bersangiz bo'ladi. Protsent nima degani? Brufen dori vositasi 99.900 bo'lsa, botga 10 raqamini yozsangiz 99.000 dan 10%, ya'ni 9990 so'mi 10% bo'ladi va bu har bitta pochka sotilganda ushbu farmatsevtga qo'shimcha tarzda oyligiga qo'shib berish mumkin. Saqlanib knopkasini bosamiz. Ikkinchi dorini protsent shaklida emas, har bitta pochkaga beriladigan pul shaklida yozamiz. Gripxod parashogi 180.000 narxi, sroki fevral. Mishkan o'ng tarafini bosamiz, новый. Kitobchadan Gripxod dorisini topamiz. Gripxod parashogi tanlandi. Sroki 01.02.2026. Endi summa degan joyga har bitta pochka uchun necha pul berishingiz kerakligi yoziladi. Masalan, har bitta pochka sotilganda Gripxod uchun 20.000 so'mdan berishni tashkillashtirasiz va saqlanibni bosasiz. Har bitta dorini qo'shib chiqqaningizdan so'ng ushbu aksiya nomiga kursorni olib kelamiz va tepada joylashgan aktivatsiya knopkasini bosganimizdan so'ng ushbu aksiya aktiv holatda bo'ladi. F-kassaga qaytamiz, обновить qilamiz. Ko'rib turganimizdek, Brufen sachet 99.900 so'm sotilganini 10% oladi. Gripxod parashogi uchun har bitta pochkasi uchun 20.000 so'mdan belgilangan. Bu dori vositasi sotilgandan keyin farmatsevt sotuvchilar o'zligini bonusligini qanaqa qilib ko'rinishligi mumkin. Agarda har bitta sotuvchini o'ziga tegishli login paroli bo'ladigan bo'lsa, o'sha login paroli egasi faqat o'ziga chiqqan bonuslarni ko'rishi mumkin. Misol tariqasida ko'rsatamiz. Tepada joylashgan дополнительный knopkasini bosamiz, aksiyani bosamiz. Ekran tepa chap burchagida обновить deb bossak, hozirgi pользователь kassier deb oladigan bo'lsak, bu kassier Brufen bitta sotganlar 9990 so'm bitta pochka uchun chiqqan.
keyingi grip-hot sotganlar uchun 20 ming so'm chiqqan. Umumiy to'plangan bonuslari 29.990 so'm. Savol bo'lishi mumkinki, yarimta pochka sotsa yoki donalab sotsa nima bo'ladi? Har bitta sotilgan shtuk uchun ham alohida bonus beradi. Grip-hotda donalab 5 dona sotamiz va tekshirib ko'ramiz. Aksiya bo'limiga kiramiz, obnovitni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bitta pochkaga 5 dona sotildi va bonus hajmi nisbatan oshdi. Endi bu foydalanuvchi farmatsevt sotuvchidan tashqari apteka rahbari yoki snabjeniz har bitta bonus hisoblagan holatda oy oxirida pulni berishlari kerak bo'ladi. Ular отчет qanaqa olinadi deyilsa, motivatsiya сотрудниковga kiramiz. Tepadan nechinchidan nechinchigacha bo'lgan, ya'ni qaysi period bo'yicha aksiyani hisoblamoqchisiz yozib tanlanadi. Shunchaki Excel'ni bossangiz, Excel отчет ko'rinishida sizga hisobot qilib beradi. Masalan, qaysi filialligi, qaysi kassirligi, qaysi aksiya bo'yicha bonus ketayotganligi, qaysi dorilar sroki qancha sotilganligini, premiya, ya'ni shu pользовательga shu doridan necha pul berilishi kerak bo'lganligi, umumiy 1-yanvardan 31-yanvargacha 38.323 so'm. Faqatgina bu bitta kassirga beriladigan to'lov. Agarda sizda bir nechta kassir bo'ladigan bo'lsa, har bitta kassir uchun to'lanadigan bonusni alohida qatorda ko'rsatadi. Sizga отчет alohida kerak bo'ladigan bo'lsa, Excel knopkasini oldida strelka bor, bosamiz. Gruppa bo'yicha olinishi mumkin bo'lgan hisobot bor. Ko'rishimiz mumkinki, bu yerda tovarlarni nomini aytmaydi, shunchaki fevral sroki aksiyasi doirasida 38 ming so'm pul oladilar deb ko'rsatadi. Sotrudnikov olinishi mumkin, ya'ni bir nechta farmatsevt bo'ladigan bo'lsa, har bittasini pulini dorimi emas, faqat pul ko'rinishida hisob-kitob qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ko'rib turganingizdek, qaysi filial, qaysi kassir nech pul olinishi kerakligini hisob-kitob qilib beradi. Agarda aksiyalar bo'yicha hisob-kitob qilmoqchi bo'lsangiz, masalan, srokligi alohida, qaysidir firmani aksiyasi alohida, keyingi bonuslarni alohida hisob-kitob qilmoqchi bo'lsangiz, aksiya отчетini olasiz. Ko'rishingiz mumkinki, aksiya doirasida, fevral sroki aksiyasi doirasida qaysi filial nech pul olinishi kerakligini hammasining tugini chiqarib beradi. Sizda bitta aptekada bir nechta sotuvchi bo'lsa ham yoki-da sitvoy apteka bo'ladigan bo'lsa ham, bu отчетlarni iminda shu yerdan olinishiga to'g'ri keladi. Boshqa aksiya yana qo'shmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, faqatgina srokli dori vositasiga emas, umuman qaysidir firma keladi, siz bilan gaplashadi va mahsulotlarni ko'proq sotilish maqsadida bonuslar taqdim etadi. Ushbu bonuslarni siz farmatsevt sotuvchilariga berish orqali ham savdoingizni ko'tarasiz, ham farmatsevt sotuvchilarning oylikdan tashqari bonusi bo'ladi va shu tashkilotga bo'lgan sodiqligi nisbatan mustahkamroq bo'ladi. Anaferon dorisini hech qanaqa srok yaqin emas. Ko'rib turganingizdek 11-oy 2028 ham bor, 12-2028 ham bor. Yangi aksiya qo'shamiz, mishkan 10 tarafini bosib noviy qilishimiz ham mumkin. Bunda firmani o'zini yozishingiz mumkin. Materiya. Agarda bu aksiya ma'lum bir muddatda boshlanib, keyin davomiyligi uzoq bo'ladi, cheklanmagan bo'ladi desangiz, aksiya boshlanish vaqtini belgilaysiz va bessrochniy degan joyga galka qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bunda masalan aksiyani vaqtini belgilash, agar yanvar boshidan yanvar oxiriga deb belgilagan bo'lsangiz, yanvar boshidan oxirigacha bo'lgan savdoni hisoblaydi, fevraldagi savdolarni hisoblamaydi. Bessrochniy птичка qo'yganingizda fevral, mart oylarida ham ushbu dorilar bo'yicha aksiyani hisoblab ketadi. Biz ma'lum bir muddatga qo'yamiz, filial bo'yicha hammani tanlaymiz, saqlanib qilamiz. Materiya aksiyasi mishkan 10 tarafini bosib turib, naminamaylardan ushbu dori vositasini topamiz. Anaferonni qattiqligi mo'ljallangan tabletkasi. 2 xil srokli bor deb aytdim, 11-oy, 12-oy. Ikkalasini ham hisoblasin desangiz, uzoqroq srokini qo'yasiz. 01-12-2028. Har bitta pochkasi sotilganda 8 ming so'mdan bonus olishsin deysiz, saqlan knopkasini bosasiz. Materiya aksiyasini tanlab turib, tepadan aktivatsiyani bosamiz. Mishkan 10 tarafini bosishimiz bilan bularga bonus taqdim etiladi. Ekranda ko'rinib turganda anaferon dori vositasiga 8 ming so'm yozildi, lekin hech qanaqa rang bilan uni ajratmadi. Rang bilan ajratish bu o'zingizning qo'lingizda. Materiya aksiyasini tanlaymiz, izminit qilamiz. Qaysi rangni ajratilinishiga o'zingiz tanlab qo'yishingiz mumkin. Biror bir rangni tanlab OK bosamiz va aktivatsiya qilishni unutmaysiz. Obnovit bosishingiz bilan ko'rib turganingizdek, Materiya Media Holding aksiyasi bo'yicha bonusli dorilarni boshqa rangda bo'yab qo'yadi. Kassada qaysi dorilar aksiyadaligini bilmoqchi bo'lsangiz, aksiya qatoridagi knopkani bir marta bosamiz. Eng pastiga tushganda ko'rishimiz mumkinki,
Bu yerda aksiyali dorilarni boshqa rangga bo'yab turib ko'rsatadi. Sizda ikkita dori bor, bittasini sroki yaqin, bittasiniki uzoq. Siz faqat sroki yaqini uchungina bonus bermoqchisiz. Sroki yaxshisi turadi. Sroki yaqinrog'ini sotsagina bonus olishsin deydigan bo'lsangiz, o'sha srok bonus bo'yicha belgilab qo'yasiz. Enterogermin dorisini bittasini sroki 3-oy, bittasiniki 2027-yil. Srok bo'yicha aksiyaga fevral oyi bo'yicha ham qo'sha olmaysiz. Sababi bu fevral oyining sroklari. Buning uchun alohida aksiya ochamiz. Sroklarda aksiyani boshlanishi yanvardan, tugash vaqti martdan oxirigacha hamma ishtirok etadi. Rang tanlaysiz. Rang tanlayotganda qora, sariq, qizil va yashil tanlamasligingizni maslahat beramiz. Buning sababi ushbu ranglarda sroklarning yaqinlashayotganligi haqidagi informatsiya ham aynan ushbu ranglarda tanlanadi. Sababi srok o'tib ketsa qora, 30 kundan kam qolsa qizil, shu haqidagi srok bo'yicha ranglarga yaqin kelishi kerak emas. Boshqa bir rangni tanlaymiz. Saqlanib bosamiz. Sroklar Novi qilib qo'shamiz. Enterogermin Forten topdik. 01/03/2026. Har bir sotilganiga 10,000 so'mdan pochkasiga. Dorini qo'shdik. Sroklar aksiyasini tanlaymiz. Aktivatsiyani bosamiz. Kassadan obnovitni bosamiz. Enterogermin 3-oylik srok godnostligiga 10,000 so'mdan bonus bor. Ikkalovini ham sotib ko'ramiz. Srok uzog'ini sotib ko'ramiz. Дополнительныйdan aksiyadan tekshiramiz. Mana srogi uzog'ini sotganimiz uchun aksiya yo'q. Srogi yaqinni sotganimiz uchun aksiya bor. Obnovit qilamiz. Mana srogi 3-oylikdan sotilgani uchun 10,000 so'm bonus qo'shildi. Bu bittali apteka uchun mo'ljallangan bo'lsa, sitvoy aptekalar uchun ham xuddi shu shaklda nastroyka bo'ladi. Bitta farqi, hamma nastroykasini to'g'irlab bo'lganingizdan keyin tepada pochta knopkasini bosasiz, отправить справочник deysiz va nechta filialingiz bo'ladigan bo'lsa, hammasini tanlab turib ushbu ma'lumotlarni filiallarga yuborasiz. Отправить по почте chiqadi. Nechta filial bo'ladigan bo'lsa, выбрать всех turib yuborasiz. Ushbu ma'lumotlar hamma filiallarga tarqalib ketadi va ularda ham aksiya ko'rsatilishni boshlaydi. Hisobotlarni iminda shu motivatsiya сотрудников bo'limidan olishingiz mumkin va boya aytib o'tganimizdek, har bitta login parol egasi farmasit provizorlar o'zini дополнительный aksiya bo'limidan necha pul ishlashganini bemalol ko'rishligi mumkin bo'ladi. Farmasit provizorlarga bonus berish to'g'risidagi video qo'llanmamiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.